Assalomu alaykum hurmatli klientlar va tomoshabinlar. Xudo xolasa yangi shurotimizga keldi. Bu shurotimiz mana Samarqandniki. O'zimizning Samarqandning shuroti. Xudo xolasa buni 6000 so'mdan sotyapmiz. 6000 so'mdan sotyapmiz. Yaxshi, yuqumi zo'r. Yuqumi xuddi Oqtoshdek. Oqtoshdek kuchi qanday bo'lsa, xuddi o'shanday. Bu 6000 so'mdan. Mana bu shurotimiz Samarqandniki bu ham. Bu 5100 so'm. Narx-navolar o'zgardi. Bu Oqtosh shurotimiz esa 6300 so'm bo'ldi. 6300 so'mdan sotyapmiz. Anodiki Samarqand Buxoroniki esa 5100 so'm. 5200 so'm. 5200 so'mdan sotyapmiz. Bu Katag'on shurotimiz 4200 so'mdan sotyapmiz. Bu o'zgargani yo'q. Faqat shurot o'zgardi. Oqtosh shurot o'zgardi. Bu 6300 so'm bo'ldi. 6300 so'mdan sotyapti, 6300 so'mga ko'tarildi. Shulxamiz 3500 so'mda. Keyin men sizlarga aytgan edim, agar kim istasa shu KPI olib qolinglar, KPI olib qolinglar, KPI narxi ko'tariladigan. KPI'miz keldi. Bir fura KPI'miz keldi. Bir fura KPI'dan mana ertalab keluvdi. Ertalab kelgan bir fura KPI'dan ahvol qaraylar. Mana shu KPI qoldi. 85 ming so'mga ko'tarildi. 85 ming so'mga. Men aytgan edimmi? Menga ishonmagan. Yani narx ko'tarilmaydi, kerak emas degan odamlar hozir mana endi nima ahvol bu deb anaqa qilib qolyapti, gapirib qolyapti. Olganlar esa yutyapti. Mayli, charchamanglar, sog'lik, salomatlik, har kuni kuzatib boringlar. Xudo xolasa mana Telegram kanalimni ochganmiz, Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.